Ba'zi bir narsalar bor, odam mukkasidan ketadi. Sekingina Baliq bosib tutgani borgan odamlar bor, hamma yo'g'ini kechib qo'yib boradi. Bittasi ichib olib dam oladi. Bittasi chekib olib dam oladi. Yoki haligi energetika suvni ichadi. Kuch bo'lish uchun. U hali uylangani yo'q. U hali charchagani yo'q. 25-30 yoshli o'rtasidagi energetika suv. Hozirdan senga energiya yetmasa, bu opa-dadamizday 60 voy, 70 voy bo'lmaydi deganda bular ha. 50-60 ga kirganda aniq bola ko'rmaydi. Bola ko'rmaydi emas, u xotinini ham ko'rmasa kerak 50 dan keyin bular. Undan ham alam qiladigan miyang damalan deydi. Ha, seni miyang qachon charchadi o'zi? Qachon charchadi miya, aql qachon charchadiki u damalsa endi. Arab tili o'rganib charchadimi? Qur'on yodlab charchadimi? Miya damaltirgani keldim deydi. Aqling damalan deydi. Sigaret chekkan ham shuna deydi. Bir aqlni peshlab qo'yaylik deydi. Bu aqlni hamma har xil yo'ldan peshlaydiganda Alloh aytayapti. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub deyapti. Aql qalb